oxirgi reels qo'yganimda menga yozishyapti. Pulim bo'lganda olardim, pulim bo'lganda qilardim. Puling bo'lganda emas, boshlanganida qil, shu problemani решать qil, boshlanganida. Bu tana ham bizani a'zoyimiz, menga yana din tarafdan ham yozishibdi-da, bu oxiratga javob beriladigan narsa deb. Realni javob beriladi. Bu tanani senga ne'mat qilib berilganmi? Chiroyli qilib senga yaratib berdim Allohim. Oxirgacha chiroyli qilib tanani qaytarishimiz kerak. Ichki dunyomizni ham, uskisini ham. Nimaga biz o'zimiz qo'limiz bilan xunuvlashtirishimiz kerak? Qarang, aqni boshlanganda emas, abjiga chiqib ketganda, o'zi teshu bo'lib ketganda kelishadi. Boshlanganda bir ikkita chiqdimi, bor. Oborasan, lecheniya qiladi, shuni vaqtida to'xtatsa bo'ladi-da. O'shanda qimmat ham aylanmaydi. Bu yerda men aytgan protsedura unga qimmat, конечно, qimmat bo'ladi u. Boshidan boshla, qimmat bo'lmaydi. Kasal bo'lishingni oldini ol, qimmatga tushmaysan davolanishga. Kasalni o'tkazib borgandan keyin emas. Kasal boshlanganda lecheniya qilish kerak. O'shanda qimmatga tushmaysizlar.